Assalomu alaykum hammaga. Shu ishimizdan 14 ta zakaz olgandik. Ishimiz bitta xudo xolasa. Bu stolimiz modeli yiroq bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bu stolimiz Sirinamiz machalkalari, Qozog'iston machalkasi. To'rlikdan 2 qavat qo'yilgan 8 lik bo'ladi. Spinkalarimiz keladigan bo'lsa, 3 lik va 2 lik qo'shilgan spinkalarimiz machalkasi. Orqalari ham xuddi shunday bo'ladi. Ko'pchilik so'rayapti bizdan, kommentlarimizga yozyapti, o'zimizga aloqaga chiqib faqat yog'och stol qilasizlarmi deydi. Yo'q, bizda turetskiy stollarimiz ham bor mana bunda. Seri va maloshniy. Bu stollarimiz materiallar 100% turetskiy, oyoqlari yong'oq. Mana bu maloshniy rangimizdagi stolimizga oyog'iga jemshug kraska sepganmiz. Bunisiga qora kraska sepganmiz. Xo'p, bu stollarimizni materiallari 100% turetskiy. Orqalariga kelsak, mana orqalari 2 xil fasonda zakazga qarab chiqarganmiz va shunga o'xshagan turetskiy stollarimiz ham bor yana. Ko'rib tursanglar, kuzatib tursanglar, qo'yib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Xo'p, yana nima? Ko'pchilik shu modellardan bormi deb so'rayapti. Yo'q. Bundan ham bor, boshqachalarimiz ham bor. Hammani uyiga, misol, rangiga moslab chiqarib beramiz. Bu ishlarimiz mana oshxona, mehmonxona, restoran, kafelarimiz uchun o'ta udobniy stol bo'ladi. Bu stollarimiz mehmonxona uchun mo'ljallangan. Akamiz mehmonxonaga qo'yaman degan uchun 14 ta zakaz berdi. Shundan tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa, bizni kuzatishda davom etinglar va shunaqa ishlarimizni qo'yib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aytganimdek nomerlar qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Rahmat hammaga.